akamizga ikkinchi miyani ham uстановка qildik. Bo'lmadi, mana yangi motor, yangi miya qilib beryapmiz. Uстановка qilib shuni tekshirib. Bunun 800'lü motor, orijinal akvat motordan qilib beryapmiz hozir. Bir-biriga toshni tushib, o'qib, qizish, shunaqa narsasi bo'lmaydi. 5 ta akkumulyatorni ulab olib, bunday qilib montaj qilib tekshiriladi. Bu ikkinchi skorosti tezligi 3 ko'rsangiz вообще uchadi. Sotib olayotganda hurmatli kuzatuvchilar, mana shunday ahamiyat berib, iloji boricha do'konda shunday qilib bir-birini tushadigan motor miya olib